Xitoydan kelgan zakazlarni birgalikda raspakovka qilamiz. Kargolari bilan nech pulga tushganlarini ham aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi qizim uchun shunaqangi asal saplok zakaz qilganman. Kargosi bilan atigi 83 mingga tushdi. Bunaqangi kачество uchun bular menimcha juda ham zo'r. Keyingisi buvajon dadajonlarga yangi tualet vanna qilib berildi. Ana shular uchun organizerlar zakaz qilganman. Birinchisi bu tualetni bumaga qo'yadigan organizer. Uni narxi 26 mingga tushdi va ikkinchisi ikkitali nabor. Bunga zubni pastalar qo'ysa bo'ladi, yana boshqa narsalar ham qo'ysa bo'ladi. Uni narxi kargolari bilan atigi 50 ming so'mga tushdi. Keyingisi детский aspirator burun tozalash uchun uni narxi 20 mingga tushdi. Chaqaloq uchun body atigi 63 mingga tushdi. Kачествоsi va materiallarni umuman gapirmasam bo'ladi, juda ham zo'r. Keyingisi ikki xil rasvetkadagi sviter zakaz qilganman. Oq va qora rangda, kачествоsi zo'r, materiallar cho'ziladigan, yumshoqqina ekan va ikkalasining narxi menga atigi 103 mingga tushdi. Keyingisi bu gigiyenический narsa, to'g'riqdan keyin ishlatiladigan, u 22 mingga tushdi. Keyingisi yana bitta asal body, buni ham qaranglar, qanaqangi chiroyli asalchaligini. Kargosi bilan menga atigi 43 mingga tushdi. Sifati вообще zo'r. Детский shapkacha ham zakaz qilganman, bu ham chaqaloq uchun. Bu ham kargosi bilan menga 30 ming so'mga tushdi. Bu ham chiroyliligini qaranglar. Stories videolar olish uchun lipochka zakaz qilganman, kargosi bilan menga 7 mingga tushdi. Videolar olish uchun juda ham qulay ekan. Chaqaloq uchun paypoqchalar ham zakaz qilganman, 4 tali nabor menga 34 mingga tushdi. Yana bitta asal body shapkachalari bilan bu menga kargosi bilan 57 mingga tushdi. Buni ham qaranglar, kачестволari zo'r, materiallari juda ham yumshoq, mazza narsa ekan. O'zim uchun anchadan beri o'ylab yurgan pijamamni ham zakaz qildim. Buni qachonlardan beri zakaz qilaman deb yurdim va zakaz qildim. Menga 109 mingga tushdi. Kiyganda shunaqangi chiroyli turar ekan. Yana bitta pijama zakaz qilganman. Bu pijamalarni randomga olib ketmoqchiman inshaalloh. Buni narxi menga 128 mingga tushdi. Buni ham kiyganda juda ham chiroyli turar ekan, вообще zo'r narsa ekanligi. Ro'mol tagidan o'raydigan shapkalar menga ikkitasi 27 mingga tushdi. Remень esa kargosi bilan 9,5 mingga tushdi. Qizimga cheshka oldim, u menga 21 mingga tushdi. Bayramiga deb oldim, lekin afsuski bormaydigan bo'ldi. Rezinkachalarning 100 tasi menga atigi 7 ming so'mga tushdi. To'g'riqdan keyin taqish uchun bandaj 71 ming so'mga tushdi. Kачествоsi super. Videolar olish uchun juda ham zo'r, qulay shtativ topdim. Buni hamma joyga o'rnatib ketsangiz bo'ladi va 100% hamma taraflarga egilarkan, juda ham zo'r narsa ekan. Narxi esa 55 ming so'mga tushdi. Kolyaskaga solish uchun to'shakcha zakaz qilganman. Bu menga 33 ming so'mga tushdi. Materiallari zo'r, ikki taraflama bemalol ishlatsa bo'ladigan, kачество super. Keyingisi yana bitta remень, bu menga kargolari bilan 19 ming so'mga tushdi. Yupqaro body ham zakaz qilganman, bu menga 37 ming so'mga tushdi. Qizimga ichlari qalin, nachosli jinsovka shim zakaz qilganman. Menga kargosi bilan 85 ming so'mga tushdi. Kачествосini qaranglar, qanaqangi zo'r. Rasm bilan birga bir kelgan hammasi. Oxirgisi zakolka 12 ming so'm. Nima deb o'ylaysizlar? Hammasi menga umumiy nech pulga tushdi va aytinglarchi, narxlar arzonmi yoki qimmatmi?